Esingdami deraza yonidagi partalar, shovqinli tanaffuslar va biz tongda maktab sari yugurganlar, qo'lda daftar, yurakda orzular. Kimdir kulardi, kimdir jim qarardi. Oddiy kunlar edi eng chiroylisi. Doska oldida hayajonlangan damlar, so'nggi partada kulan onlar. Endi esa bari xotira bo'libdi. Bir sinf, bir davrda qolibdi. Vaqt o'tib ketdi sezdirmay, biz katta bo'ldik asta sekin. Lekin yurak tubida hanuz o'sha beg'ubor bolalar yashirin. Oxirgi parta eslaysan imayt, bizni qaytararmikan yana o'sha vaqt. Qo'ng'iroq ovozi qulog'imda hamon, sinfdoshlarim yashaydi yuragimda. Maktab hovlisi, yomg'irli bahor, bizni sog'inadi balki devorlar. Yillar o'ta ham unutolmayman, eng chiroyli davrim o'sha maktab. Kimdir uzoqda, kimdir yonimda yo'q. Eski rasmlardagi kulgular so'nmas. Bir kun tarqalib ketamiz deb hech kim o'ylamagandi o'sha paytlar. Oddiy darslar ham bayramdek edi, barchamiz go'yo bir oyda edik. Endi esa vaqt ayirdi yo'llarni, xotiralar bog'lab turar bizlarni. Agar vaqt to'rtga qaytsa bir kun, yana o'sha sinfga kirardim sekin. Bir marta bo'lsa ham eshitish uchun o'quvchilar, dars boshlandi. Oxirgi parta eslaysan mayt, bizni qaytararmikan yana o'sha vaqt. Qo'ng'iroq ovozi yuragimda hamon, maktab sevgisi yashar qalbimda. Maktab hovlisi, beg'ubor yillar, ko'z oldimda qolgan o'sha onlar. Yillar o'tsa ham unutolmayman, eng chiroyli davrim o'sha maktab.